Salom do'stlar, bugun biz mana men birinchi qismda uydan ketuvdim. Do'st ukam bilan urushib, maytda zombi ham bor ekan, buni o'ldirib. Do'stlar, hozir buni oldiga o'g'irlikka sekin kiramiz va uni talon-taroj qilamiz, bo'ptimi? Do'stlar. Qimillama yaramas. Hech. Ha, oltinlaringni ber. To'xtab tur. Eshigingni yop, yaramas. Hech kim bilmasligi kerak. Qimillama, men yendan charchaman, uzoqroq tur, yaramas. Bo'ldi. Tasha hamma oltiningni. Tasha. Tashyapti. O'ldiraman unda. Tushundingmi? Ha, yo'qol, tez. Uydan chiqib ket, yaramas. Chiqib ket dedim. Bo'pti, men o'g'lim. Tegma, o'ldiraman. Tegma. Chiqib ket. Otaman hozir miyangga, o'lasan tezda. Chiqib ket uydan. Chiq, yomg'irda ketasan. Eshikni yopib chiqib ket. Chiq dedim. Otaman. Qo'rqaman-da, Chiq, o'ldiraman unda. Chiq. Eshik tagida turibsan, yo'qol. Yerra. Hop. O'qiladi do'stlar. Voy. Voy do'stlar, turdiga va nihoyat. Hali ham uyg'onib ketdim, eshigida ochilish narsalaridan aytar kimdir turibdimi? Yo'q, tushum menimcha. Uxlaymiz. Yo'q, menimcha tushunmas. Hech kim yo'q. Sandiqqa kelsak, meni ovqatlarim qani? Juda ham ko'p ovqatim bor edi. Yo'q. Yaxshiyamki mana oltinlarim qolgan. Ovqatim ko'p edi-ku, nega? Obsidiantlarim bor. Olmalarni solamiz. Do'stlar, qanday qilib o'g'irlanib ketishi mumkin, ha? Bitta o'q qolsa yetadi. Ey do'stlar. Yerdan bitta fonarni olib yo'lga chiqishim kerak. Kim o'g'irlaganini bilishim kerak. Mana do'stlar, kamonni olib ko'chaga chiqamiz. Kim bor uchun, kim kelligini meni uyimga. Do'stlar. Kimdir o'rnidan turdi. Do'stlar, kim qochyapti, do'stlar, qochyapti anavi. Kim betini ko'rib olay, iltimos, kim kaska kiygan odam? Kimsan? Yedi. Mana. Kim? Qani u o'g'ri? Endi ismi ham ko'rinmay qoldi. Qani? Do'stlar. Kimdir urdimi? Mana o'g'ri qochish kerak o'g'ridan. Jonim oz qolgan, o'g'ri, iltimos, urmang. Yo'q. Shaveli. Kamollayman unda. Iltimos, urmang, iltimos. Jodi. Grip. Qani? Kirsang o'ldiraman. O'g'ri yaramas. Kirma meni oldimga. Qani kirib? Achajon. Qoch. Bo'q. Yaramas. Ablah. Sen meni uyimni portlatding. O'lishing kerak. Men qayerga? Nima? Yaramas.
Yo'qol dedim, yo'qol. Ket bu yerdan, ket. Yaramas. Yo'qol, yaramas. Kel oldimga. Ha ha. Ma. Ha. Ma bu oxir yo'q. Maqaga. Ma yaramas. Qaytib kelma. Uyimni buzgan ablah. Uyimni buzibdi. Do'stlar, endi nima qilaman? Uyimni o'g'irlashim kerak. Yo'q, do'stlar. Eshik tagidagi hamma narsa, barcha narsalarni olib ketibdi-ku. Endi men nima qilaman? Yo'q. Yaramas, o'g'ri. Aslida, yo'q, u o'g'ri emas, aslida men o'g'riman-ku. Uni bekor uyini o'g'irlagan ekanman. Do'stlar, pushaymon bo'lyapman. Seni beri uyimda haydagan odamman. Yo'q, do'stlar. Do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Do'stlar. Yomon ekan. Sen meni uyimda haydagan odamman. Geliyor bo'pti. Sizga narsalarimni beraman. Do'stlar, bu yerda eshigim ham yo'q. Do'stlar, like bosib obuna bo'linglar. Bunchalik qiynalaman deb o'ylamagandim. Do'stlar. Do'stlar, yo'q, pishdim-ku. Yaramas, Creeper. Sen ana u ablahdan qasosimni olishim kerak. Qayerdasan? Yaramas. Tepaga chiqaveradi. Tepaga chiq. Yaramas, qayerdasan endi? Mana tepadaman. Sen yomon ekansan. Qayerdasan? O'taman endi. Hamma joyga otsan tepadan tushasan keyin. Qayerdasan? Yaramas. Yo'q. Yaramas, do'stlar. Bu videoni endi o'chiramiz. Bu birinchi qismdan keyingi ikkinchi qism edi. Do'stlar, like bosinglar. Buni qiynalib ketdim. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Menga shuni o'zi yetadi. Xayr do'stlar, videoni to'xtatamiz. Hammaga xayr. Salomat bo'linglar. Keyingi qismda mabodo chiqaradigan bo'lsak, uni yo'q qilaman. Do'stlar, xayr.